Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zaman bo'ldi. Olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi berdik, mol dedi berdik, berdi dedi berdik. Endi qizimizni so'randikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan kulfat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan kulfat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichligiga kuchi yetmasmi? Bugun Harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng oxirgi qismlari taltik tugaydi. Sizlarga qalbi yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. O'ynalayotgan o'yinlar chippida to'xtab qoldi. O'quvchilar durrida qilib ularning kaynidan moqdi. Ikki o'quvchini oldiga selib ketib borgan yilqi ko'kchapalliq boshqa o'quvchilarga o'ntib turib mundaq dedi. Sizlarni bosh soqchi chaqiryotdi. Bir narsani so'ramoqchi. Aniqlab bo'lgandan keyin hozirla qaytib kelasizlar. Ko'kchapalliq Botir G'ozi bilan Ishoqni maktabning janub tarafidagi cho'ng darvozadan elib chiqib o'ng qo'lga burildi. Botir G'ozi bilan Ishoq o'zlarini nemishqa elib ketib borganligini tushungandek, nurg'unligan o'quvchilarmu bu elib ketishning sabablarini tushunadi. Bir o'quvchi: "Hay, bugun bular tutib ketildi. Ata yana kimlar tutib ketildi ekan?" dedi eg'ir xo'rsinib. Shu chog'da maktab qo'rusiga Nodam kirib keldi. Uni yotoq derisidan ko'rib qolgan Vorisjon oldiga yugurib keldi. "Endi qaytmoqchiman. Gap so'zing bormi? Og'ash ketay. Apamlarga salom aytib qo'y. Boshqa gap so'zim yo'q." "Nima? Maktab ichi ansizlig'i?" dedi Nodam to'plashib bir qismi holatda turgan o'quvchilarga qarab. "Hozir maktabdan buzuq o'quvchilar nihoyat ko'p chiqyapti. Buzuq o'quvchilar? Shundaq, hukumatga qarshi buzuq o'quvchilarni tutib ketib bordi. Yillar vaqtida 2 o'quvchini mushu maydondan tutib ketdi. Qachondan beri jiq tutyapti? Mushu bir haftadan beri." Nodam shaharda tutqun qilishning keng qanot yayganligidan hukumatning toza tipirlab ansizlikka tushib qolganligini payqadi. "Diqqat qil. Buzuq o'quvchilarga chetilib qolma yana. Men nemishqa chetilatdim? Undaq buzuqlarga qarshi kurash qiladigan odamman", dedi Vorisjon qopiqini turib. Nurg'un o'quvchilarning beshiga kelayotgan baxtsizliklardan Vorisjonning parvoyi palak edi. Boshqalar yuz berayotgan ishlardan g'azablanib yoki andisha qilib yuribsa, u xotirjam yuradi. O'quvchilarning ko'ngil bo'layotgan, qiziqayotgan narsalarni u o'ylabmi qo'ymaydi. Vaziyatdagi shuncha tez o'zgarishlar uning maylini qilchimi tortolmaydi. Qancha o'lligan savoqdoshlarining qora darvoza ichiga kirib ketilishi uningda teriqchilikmi echinish paydo qilolmadi. Balki shundoq o'quvchilarga qarshi turdiganligini sinfda, yotoqda, maydonda va ko'rgan har bir kishiga aytib yuradi. Nodam Vorisjonning shu so'zini anglab ko'zining ichiga bir qaradi-da: "Amsi men qaytay. Xo'sh." Ular susti xo'shlashdi. Vorisjon gimnaziyaga kelgandan boshlabla kechini oldirmay yasatdi. U yezidan kiyib kelgan ishki yanchuqliq oddiyroq tikilgan chapinini, qizil Manchester do'ppisini, tik yoqliq ko'nglikini tashladi.
beshiga shapki kiydi. Uftsiga qayrimi yoqiliq oq ko'nglik. 4 yonchuqliq isketlik tikilgan chapon. Kam uchraydigan sarjidan shim, putiga chiroyli po'sulliq karishnovoy shiblit kiyib, o'zini yasab tuzab yuradigan bo'lib qolgan edi. U bugun Nodam bilan xo'shlashib yinib, maktab zalidagi yo'g'on tosh aynakka qaradi. Kelishgan yigit. Uzun yil kesal tortib, shalonshib ketgan chechi o'ynib qo'yuqlashib, qo'yuq sarg'ush qayshi bir oz qaridab, o'zimi samirib qolg'achqa, yo'g'on parqirab turadigan ko'zimni kichiklab, zaprangdek seriqtab ketgan yuziga qizilliq yugurib kelishgan yigit bo'lib qopti. Pah, qaltis yigit bo'lib qoptiman, deb o'yladi u. Rayhonni qizliq nomusi shunda qildiryotdi. Osonlikcha bosh agmaydi, lekin oxir indaki keladi. Men bugun uyga berib qo'nib kelaychi. Cho'ng opam xushal bo'lib ketdi. Rayhonga lag'man atkizib yemisam xumorim besilmaydigan o'xshaydi. Yo'q, uning o'qish bitirishini kutib nima qilaman? Dadamga elchi qo'yaman. Onasini dadam ko'ndirsa, qizni zo'rlab bo'lsa-mu unatqili bo'ladi. U shu xiyol bilan Rayhonlarning uyiga qarab mo'ngdi. Uni Rayhonning onasi rostilla qizg'in kutib oldi. Biroq uyda Rayhon yo'q edi. Uy Varisjonga ko'ngilsiz tuyuldi. U: "Cho'ng opa, Rayhon yo'q-ku. Hozir ansizchilik bo'layotdi. Men tepib kelaymi ya?" Mo'may unimadi, biroq ansirab qoldi. "Voy xudoyim-ey, qanday qilaman? Sal to'xtayli, kepmi qola?" Varisjon ilojisiz qorong'u tushguncha kutdi. Uy ichida u yoqdan bu yoqqa mangdi. Qo'liga kitob elib varaqlabmi ko'rdi. Ho'yliga darvoza oldiga chiqibmi baqdi. Ko'chaning beshiga umidlanib qaradi. Rayhonning qarasi ko'rinmadi. U aytilayotgan lag'manning mazlik puroqlarini sezmadi. Oxir oldiga kelgan tomoqni ishtahosizlik bilan yavatganda Rayhon kirib keldi. Uning hayajonlangan, ruhlangan ko'zlarida shodlik quchqunlari chaqnagan edi. Qizni ko'rib, Varisjonning ochiqlari tarqab, xushal bo'lib ketdi va uni buni so'rab qizga zoda orom bermadi. Qiz bo'lsa, Varisjonning savollaridan bezor edi. Lekin onasining ko'nglini oyib, Varisjonga ochiq chiroy va siliq muomala qilishga majbur bo'ldi. Oqshimi ular billa taris tayyorladi. Varisjon qiz bilan bir jo'zida o'ltirgani uchun o'zini cheksiz baxtli his qildi. U na darsga, na cho'ng opasining savollariga qiziqmaydi. Uning vujudi Rayhonga bo'lgan ishq havasi bilan o'rtanadi. Uningdan uni buni so'rab ko'rib tuzuk javob ololmagan Gulsumxon oxiri qizining ko'nglidagini topgandek Rayhonga qarab: "Yugur qizim, Varisjon bolamga saroyga sim karvatga o'rin sepbagin", dedi. Rayhon saroyga kirib ketdi. Varisjon ichida mo'mayni mungni tilladi. "Qaqvash qeri. Qara, meni yolg'iz uyga sulab qo'ymoqchi bo'layotganini", deb o'yladi. Rayhon uydan kulib chiqib Varisjonga: "Yeting, o'rin sep qo'ydim. Bizmi yatayli apa?" Varisjon ishiklari him yepilgan uyda yolg'iz yetib uxlay olmay, u yoq bu yoqqa to'li o'rilib, azob chekayotgan o'sha kechida yeziga allaqachon yetib chiqqan Nodam shaharda ko'rganlarini, Nizomiddinning nagidir qechib ketganligini Anvar apandiga yetkazish uchun Axtamboyning cho'ng qo'rosidan sug'urilib chiqdi. U yo'l bo'yi birli narsani: "Nizomiddin ham qechib ketmagan bo'lsa, chatoq bo'ladi ekanda, nagimi ketgandi?" deganlarni o'ylab ketib boradi. Nodam maktab qo'rosiga yetib kelib, to'rt atrofga toza zansilib qarab chiqdi-da, ondan tom yoqalab qorong'u deraza tuviga keldi. U yoq bu yoqqa yana birdam qarab turdi. Hech qanday tevis sezmagandan keyin derazani chekdi. "Kim o? Kimsan?" "Men, Anvar aka, bu men." "Ha, Nodammisan?" Uxlamay, cho'nqur xiyol bilan yotgan Anvar darrov o'rnidan turib, chiroqni yoqdi-da, ilg'uchini tushirib eshikni ochdi. "Ha, salomat chiqibsan. Xo'sh, ishlar qandayroq?"
Nodam shaharda ko'rganlarini Anvar apandiga bir-birlab to'liq so'zlab berdi. Anvar birdam o'ylangandan keyin: "Endi bizning bu yerda turishimizning o'rni qolmadi. Bizning endi joyimiz Nelqa. Shaharda tutqun qilishning avji elayotganligi Nelqa qo'zg'olonchilarining g'alaba qilayotganligidan dalolat berdi", dedi jiddiy holda. Nodam xushal bo'lib Anvarga qaradi. "Hozirlamangayli", dedi u oldirab. "Gaytikamlar xabar qil, ati kechqurun yig'layli. Qolgan gaplarni shu vaqt qilamiz." 11-bob. Nizomiddin Mo'g'ul kuragi chiqib qo'lga tushib qoldi. Oldarbay Ko'jang uni Ko'kto'pidagi yosh molchi Oqilbegning uyida paranglashib o'ltirgan yeridan 3 qurolliq cherikini yoshirincha boshlab kelib tutib oldi va ikkisining qo'lini kayniga mahkam bog'lab G'o'lji shahridagi bosh soqchiga elib mo'ngdi. Nizomiddin Mo'g'ul kuragi chiqib Abdukerim aytgan kishilarni topolmadi. Ularni sijil izlab surishtirishga mu imkoniyat yor bermadi. Chunki bu yerda mu vaziyat qalaymaqon bo'lib, uy oqtirish, odam tutish ishlarining avj elib ketganligini xotinining tog'isi hasratlanib so'zlab berdi. Ehtimol ular panohliq joylarga mo'kib ketgandi. Ehtimol ular qo'lga tushib ketgandi va yoki boshqa yoqlarga safar qilgandi. Mushundaq ahvolda ularni surishtirish o'zini o'limga tutib berish bilan barobar edi. Shunga atsila xotin bolalarini tog'isining uyida qoldirib o'zi ketmoqchi bo'ldi. Biroq Ko'kto'pidagi bosh molchi yigit Oqilbek bilan tanishib qoldi. Oqilbek o'ychan, jigarlik yigit bo'lib, Nizomiddin bilan fikrdosh chiqib qoldi. Nizomiddin uningga shahardagi yangiliklarni, shahar xalqining uyg'onib qolganligi, Go'mindan hokimiyatiga qarshi ruhiy kayfiyatlarining o'sib ketganligi, xuddi biror shapini kutib turgandek holga kelib qolganligini uzoq so'zladi. Oqilbekmu bu yerdagi tez o'zgarishlarni, xalqqa tushayotgan ig'irchiliklar qancha oshgan seri qarshilikningmi shuncha kuchayotganligini, shunga tututlarning boshlanib ketganligini so'zladi. Ahvol shundoq. Vaziyat bizni kurashga chaqirmoqda. Gap bizning kurash maydoniga tushishini xohlamasligimizda qoldi. Nizomiddin bu so'zni hargiz tasodibiyli aytmadi. Nizomiddin-ka degan edi Oqilbekmu o'tdek yolqinlanib yenib. Endi nimasi qoldi? Xalqimizning ustidagi qora bulutlarni survatmaguncha kun yuzni ko'rish tasqu endi. Nizomiddin uning bu so'zidan qandoqdir bir fidokorlikning yenayotganligini sezdi. Shunda qilib ikkisi Nilqi tog'lariga qarab yo'l olmoqchi bo'lishdi. Buning uchun Oqilbek yaroqliq ishga ot topmoqchi bo'lib kelishgan edi. Biroq otlari vaqtida kelmay bir kun kechikib qilib qo'lga tushib qoldi. Chunki Mo'g'ul ko'ragimu bosh soqchining Nizomiddinni tutish to'g'risidagi e'loni choplanib bo'lingan edi. U yo'l bo'yi Xodik Harvida o'ltirib qutulishning amalini o'ylab keldi. Harva borgan seri G'o'ljiga yaqinlab kelmoqda. Bugun Yamato'ga yetib borsa, u yerdan G'o'ljiga berishmi oson. Ehtimol u yerdan mashinaga selib ma'ar. U chaqda birdamdala bosh soqchining dahshatli qora darvozasi oldiga berib to'xtaydi. Buning uchun biror chora tepish kerak. Oqilbekmu qutulishning amalini o'ylab ketib boradigandu. Bugun safarning 3-kuni. Ular tekasdan tong qorong'usida bir yutum suvni ichmay yo'lga chiqqan edi. Tush mezgilida Saruchin mahallasiga yetib keldi. Harva Oldarboy Ko'jangning buyrug'i bilan mahalladan biror kilometr yiroqlikdagi tog'ning bag'riga kelib to'xtadi. Ular Saruchindagi kichik oshpuzulning oldidan o'tganda say qo'riydigan cho'ng sopliqqa tegib, jaranglagan cho'mishning ovozi bilan tang mazzilik tomoqning purqi dimoqqa urildi. Shu chaqda Oldarboyning nafsi taqildab, og'ziga seriq suv keldi. 3 kundan beri ot ustida o'ltirib, ballari telib og'rib ketgan. Uning ustiga shu topda qo'rsiqi intayin echib ketgan Oldarboy harakash qilib kelayotgan cherikka qarab, "Yaxshi qara, otqimni bo'g'izba. Men kelgandan keyin sen borasan, ondan yo'lga chiqib ketamiz", dedi va Nizomiddin bilan Oqilbekka qarab,
Men kelgucha hamma ishlarimni bitirib olish, dedi. U oshpuzulga qarab etini yo'ritib oldirab maqdi. Yo'llarda Nizomiddin bilan Oqilbekning qo'rsiqini to'yg'izib elish va hojatlik ishlari uchun qo'llari bo'shtiladi. Har ikkisining biraqli yeshilatdi. Xo'jam tapanchisini, Harvikesh miltiqini ularga tanglab turadi. Ularning ishlari bitgandan keyin qo'llari qaytadan keyniga mahkam bog'lanadi-da, ikkisi navbatlashib g'izolanadi. Harvikesh avval Oqilbekning qo'lini yeshib, uningga bir parcha nonni tashlab berdi. U yeb bo'lgandan keyin Nizomiddinning qo'lini yeshmoqchi bo'ldi. Nizomiddin kuyishib ketgan putlarini qattiq besib, Harvining atrofida mengib yurib o'ylaydi. Qutulishning buningdan ortiq payti bo'lmaydi. Muni Ro'dipayni ujuqtir vasila ish tamom. Oqilbekmi qanday qilamiz degan ma'noda Nizomiddinga lip-lip qilib qarayotdi. Nizomiddin ko'zi bilan Harvikeshning belidagi xanjarni sharat qildi. Bu chog'da Harvikesh yem to'shqizilgan to'rini otning bo'yniga elish bilan ovora edi. Nizomiddin o'zining baslik, kuchli gavdasi bilan yon tarafdan Harvikeshning murisiga shunda qattiq urdiki, u o'ngsiga biraqli yiqildi. Nizomiddin och beqiniga o'tik bilan qattiq tepib edi. Bu zarbadan Harvikeshning demi ichiga tushib, unini mu chiqara olmadi. Oqilbek qo'lidagi nonni tashlab, chaqqonlik bilan uning belidagi xanjarni oldi. Nizomiddinning o'ng puti o'ngsiga tushgan kalampayning kekirtikini qattiq bosdi. U tipirlab putlarni yerga urib, "Voyjon, qochdi!" deydi. Xanjar uning bir qancha yeriga urilg'achqa, u osta-osta tipirlashdan qilib xirqirashga o'tdi. "Bo'l, choqin kes!" dedi Nizomiddin to'rt atrofga tez-tez qarab. Oqilbek yengli qonga bo'yalgan xanjar bilan uning qo'lini ching boqqan qora qil orqani kesib tashladi. "Otni chiqar!" Oqilbek Harvidan otni chiqarishga tutindi. Nizomiddin Harvikeshning bo'ynidan miltiqini avaylab oldi. Ikkisi otga mingashdi-da, tog' tarafga qarab yurib ketdi. Tong otmasdilla Harvini 3 odamni so'rab kelgan va texi bo'g'izga amdili eg'iz tekkan kulrang ot yana 2 odamni ko'tirib o'rliq bilan chopmoqda edi. Oldarboy Xo'jang oshpuzuldan yaxshi tomoq yeb chiqdi. U yuzidagi, bo'yinlaridagi tarlarni surtib, etig'i mindida Harvi to'xtagan joyga qarab maqdi. Havo isib ketgan edi. U ezilib, uyqusiz ko'zlarini yerim echib kelmoqda edi. U oldidagi Harvini ko'rib, birdilla to'xtab qoldi va cho'chib ko'zlarini yo'g'on ochdi. Odammi, otmi ko'rinmaydi. O'g'irlar, hammasining tili birganda. Nemishqa bilmagandiman. Ajab behuda qiptimina. Astag'firullah. U etini choptirib kelib, Harvining oldida qonga melinib, sunaylanib yotgan Harvikesh cherikni ko'rdi-da, arvohi uchib ketdi va shundala haqiqiy ishni tushundi. Uning yuragi og'ziga tiqilgandek bo'ldi. Atrofiga va yiroqlarga sapsilib, o'ng taraf jira ichida otga melishib, 2 kishining ketib borganligini ilg'i qildi va shu hamon o'ziga jon kirgandek tapanchisini qipidan sug'urib oldi-da, etiga qamchi soldi. "Tutolamanmi? Ajab ish bo'ldi desa, Jo'janing oldida nima deyman? Boshsoqchining oldida nima deyman? 10 sak sap oltinni qo'limdan chiqarib qo'yamanmi? Mahopishkalikni qaramamdigan." Shundoq o'y-xiyollar bilan etini qamchilab qochqonlarga yiqilishib qoldi. Nizomiddin otdan tushdi-da, Oqilbekka, "Sen o'rlab mengiyva!" dedi. Bu jira ichi quyuq orcha sarliq bilan tevilg'iliq edi. Nizomiddin o'zgilan bir tip orchining kayniga o'tib, miltiqini batlab qarab turdi. Oldarboy agri-bugri yolg'iz oyoq yo'l bilan ittaklab kelmoqda edi. Yo'lga g'ulab tushgan toshlar otning mengshiga qashila qiladi. Shunga u etini tillab terikib keladi. 50 metr chamisi oldiga kelganda Nizomiddin, "Otaymi? Ko'ksiga otaymikin? Yo'q. Kimi bo'lg'inib ketadi. Kimi kerak. Yaxshisi, mangliga otay," deb o'z-o'ziga pichirladi. U yiqilib kelmoqda edi. Nizomiddin otdi. Tog' ichi jaranglab yiroqlarda aks sadolar anglandi. O'q ovozini anglab, Oqilbekmi kayniga yondi.
Oldarboy o'q tegishi bilan kayniga bir silkinib, otdan seyrilib tushib ketdi. Tez harakat qilayli, dedi Nizomiddin yetib kelgan Oqilbekka. Ikkisi Oldarboyning kiyimlarini yechdi. Qon tekkan yerlarni buloq suyida yuvdi. Qani, ko'janing kiyimini kiy, dedi Nizomiddin oldirab. Oqilbek ko'janing kiyimini kiyib, topanchisini beliga osdi. Ular buloq suyidan qong'udek ichdi. Ko'janing etini Oqilbek yovda ko'larang otni Nizomiddin minib, bo'lishig'i chepib, Yamato tarafga qarab ketdi. Ular daryoni bo'ylab chopmoqda edi. Yamato mahallasiga kirmasdan turib, otlaridan tushdi. Oqilbek orqon bilan Nizomiddinning qo'lini kayniga qilib bog'ladi va yovdaq otning ustiga mindirib, otning orqanini Oldarboyning etining bo'yniga bog'lab, o'zi Oldarboy ko'janing etiga mindida, Nizomiddinni oldiga selib, Yamato kema bo'yiga yetib keldi. Eli daryosi yeyilib oqmoqda. Daryoning ikki qirg'oqidagi kema bo'ylarida qorovullik punktlar qurilgan. 2 haftadan beri Eli Silon bo'zidan chiqqan bir turkum qurolli qism kema bo'yini saqlab yotmoqda edi. Ular u yoqdan bu yoqdan o'tkichilarni nihoyatda qattiq tekshirdi. Sal gumonliqroq deb qaragan odamlarni yoki tonishtirishi bo'lsa-mu, so'ragan savollarga sal-pal duduqlabroq javob berguvchilarni shu yerda tutib qoladi yoki tegishli o'ringa yetkazib beradi. Kema bo'yida ansizlik hukm suradi. Qorovullik punkti yenida 2 qozoq kishiga bir askar miltiqini tanglab turadi. Neriroqda bir necha odam qo'llari bog'langan holda turadi. Bu yerdagi askarlar bo'lsin, komandirlar bo'lsin, nihoyatda asabiylashib ketgan. Odamga yevatgida qaraydi. Chiroyidan dahshat yig'ib turadi. Oqilbek ko'jang qorovulga to'sh yonchuqidan tonishtirishni elib uzatdi. U tonishtirishga bir ko'z yugurtib chiqib, ikkisini qo'yib bermoqchi bo'lgan edi, biroq neriqi uyning derisidan ko'z tutib turgan bir ofitser chiqib keldi. Nizomiddin Oqilbekka: "Agar bir chatoq chiqib qolsa, bir necha poy o'q chiqarib daryoga sakirish kerak", deb pichirladi. Talatidan dahshat yig'ib turgan ofitser uningga uzoq qarab chiqqandan keyin bir qishini yuqori ko'tarib Oqilbekka savol berishga boshladi. "Jinoyatchi 2 deyilgan. Bu birg'o. Biri tekastovunda qochib ketdi. Shunda qochib ketdi. Harbi qani? Davanda harbining o'qi sunib, biz harbini jindaymiz deguncha kechida qayoq qochqinni bilamay qoldik." Ofitser o'ylanib qoldi. "Qo'li boshmidi? Yo'q, bog'langan bir odamimiz harbining yana bir etini minib, uni izlab ketdi. Bosh soqchi idorasi hayal qilmay akilinglar degashga, men darhol buni ilib yo'lga chiqdim. Agar mumkin bo'lsa, sizlar bizga yordam qilib, uni izlashib bersanglar. Qochqinning qo'li bog'liqlik bo'lg'achqa, ancha yiroq ketamagan bo'lishi mumkin. Bu ishni bosh soqchining o'ziga xabar qil." Soruchindan xabar qilib etdim. "Bizdan cho'limiz tegmaydi. Xo'sh, buning jinoyati nima ekan?" "Biz bilmaymiz. Bosh soqchi biladi. Bu ishlarning buyrug'i bilan tutilgan. Biz faqat yetkazib bersakli bo'ldi." U o'tib ket degan ma'noda qo'lini shiltib kema tarafni ko'rsatdi. Oqilbek Nizomiddinga qarab: "Mang!" deb qattiq varqiradi. Nizomiddin etidan seyrilib tushib kemaga chiqdi. Kaynidan otlarni yetlab Oqilbek chiqdi. Kemining zanjir taqisi yeshildi. Paloq harakatga keldi. Ikkisi o'tib ketdi. U qatqa o'tgandan keyin Kolichi mahallasidan chiqquncha Nizomiddinni bog'liqlik haydab moldi. Mahalladan uzilib chiqib, ikkisi to'xtadi. "Yaraysan aql. Toza bopludikmi? Uning savollariga tamtirmay qaltis javob berdim. Umi rostla deb ishandi. Amdi kaynimizni qo'g'lab kelib qolmag'aydi deb ansirayapman. Tez bo'layli." Nizomiddinning qo'li yeshildi. Ikkisi 2 otga minib Qosh daryosi bo'yidagi qo'yuq jangallikqa kirib ketdi. Bu jangallik bilan Nilqi yo'liga chiqqili bo'ladi. Saruchinda bo'lingan voqeadan xabar tepib, yo'lga chiqqan 9 tara nahiyalik soqchining Saruchin punktidagi 2 otliq cherik otlarini qora targa cho'mdirib, Yamato kema bo'yiga yetib keldi.
Qarovuldan ikkisini surishtirdi. Heliqi ofitser chiqib, ahvolni uqib, chiroyi jiddiylashdi. Tipirlab uyoq bu yoqqa yugurdi. Hozir mangdi, hozirla. Darhol yetishib olg'ili bo'ladi. Qara, bu o'g'irlarning bizni oldig'ini. Kema bo'yida opur-topur va aloqzodlik boshlanib ketdi. Ishki cherikka yana ishki avtomat osgan otliq askar qo'shildi. Ular nihoyatda oldirashchilikda kemadan tushdida otlarni bo'lishiga choptirib, keyindan qo'g'lab ketdi. Iz qo'g'lab chiqqan otliqlar cho'ng yo'l bilan otlarni tarasiltib, Udul shaharga qarab ketib qoldi. Ular ishkisi daryoning yuqori eqiniga qarab, to'qayliq, chotqanliqlar orasida yo'l yurib, YangiOvat yesi yenidagi Erallikning uduliga kelib to'xtadi. Nizomiddin u qatdiki büyük baraqsan Erallik ichida panohlanishni o'yladi-da, Erallikka va daryo eqiniga qarab turib qoldi. Daryo eqini nihoyatda tez, o't selish xatarlikmi qandaq. Qorong'u tushguncha to'qayliq ichida yoshirinib yetish mumkinmidi? Keynidan iz besib cheriklar kelib qolsa, qechib ulgurish tas bo'larmikin? Agar u qatqa o'tib Erallik ichiga kirib olsa, qo'g'lab kelguchilar u qatqa o'tguncha bularni ko'zdan g'oyib bo'la oladi. Nizomiddin xeyli o'ylangandan keyin Oqilbekka maslahat qildi. Qorong'u tushguncha u qatqa o'tib Erallik ichida yotsa qandaq? Daryo eqini nihoyatda tezkan. Suymi ko'payib ketibdi. Eqitib ketami yo? Daryo yoqsida o'sib cho'ng bo'lgan Oqilbek ishkilanmayli javob berdi. Eqitib ketsa-mu chiqib olg'ili bo'ladi. Otlarimizdan ayrilib qolmasaqli bo'ldi. Ishqisi otlarni kechikka soldi. Rost degandek Oqilbek mingan Harvey eti suning tez eqiniga bardoshlik bera olmay mudurib yiqildi-da, yana turib ketdi. Yiqilgan Oqilbek otning quyruqiga eslib u qatqa chiqib oldi. Erallik ichi haqiqatan pinhon joy edi. Ishqisi qorong'u tushishni kutib yotdi. Kun osta-osta o'ltirib qorong'u tushib ketdi. Havo ochiq bo'lib, osmon bo'shliqidagi son-sanoqsiz yulduzlar qo'yuq eralliklar orasidan jimirlab kishiga aytqusiz go'zallik baxsh etadi. Salqin shamol yuzlarni yelpib, yurakka xushallik va hayotga bo'lgan muhabbat tuyg'usini qo'zg'aytdi-da, ochliq va horg'inlikni unutiltiradi. Nizomiddin bilan Oqilbek tabiatning bu go'zalligiga mahliyo bo'lib, qo'llarini beshiga qo'ygunicha o'ngda yetishdi. Nizomiddin ko'zini yulduzlar olamidan elib xiyol surib ketdi. Endi bolalarim nima kun ko'rakin? Soqchi amaldorlari ularga nima kun ko'rsatakin? Xayr, mayli. Nima ko'z ko'rdi? Bu hech gap emas. Har qancha kun ko'rsa, jafokash xalqim ko'rayotgan kunni ko'rdi-ku. Uning xiyollari oxir berib Nilqi tog'larida, Qo'sh daryosi yaqinlarida, to'qayliqlarda parvoz qilishga boshladi. Oqildakchu umu xiyol qilib yotdi. Umu qeri og'riqchan dadasini, inisini o'ylayotdi. Dadam inim qoldi. Endi ular qandoq kunga qola? Soqchining otarman chaparmanlari ularni nima kunlarga sola? O'g'lim top-tap qiyna. Kichikkina inim ko'z yoshlarini mo'ldiriltib, talatidan muz yig'ib turgan odam siyoqidagi vahshiylardan qo'rqib yig'la. Yig'lama inim. Umrimiz yig'lash bilan o'tdi. Bas. Endi yetar. Men bu yo'lga kirdim. Mush yo'lda ko'z yoshlarimni quritishga tirishiman. Jazman qurtiman. Hamma yoq jimjitlikqa cho'mdi. Daryo shovquni bir xil sado bilan anglanib turadi. Ular och qolgan otlarni o'tqa qo'ydi. O'zlarimu Oldarboyning xurjunidagi non bilan g'izolandi. Qorong'u tushgandan keyin ular Obral teg'i bag'rini bo'ylab yuqorilab mo'ndi. Hamma yoq jimjit edi. Yiroq-yiroqlarda ishlarning havshigan ovozi va yaqin atroflarda och bo'rilarning dahshatli o'vlashlari anglanib turadi. Ular otlarini tezlatib Ashran mahallasidan yondab o'tib Bashdonga yetib keldi. Buni atroflarda bilib qo'y. Bu Bashdon, Qozoq mahallasi. Ana ovi qariyib ko'ringan Qorabog' mahallasi. Nizomiddin yana ko'rsatdi. Ovi Sepil, Sala
ham biz ko'rib kelgan Sami yuzi, Yangi Avot yezlari qo'shilib Qash rayonini tashkil qiladi. Bu yerda bizning qo'zg'olonchilarimizmi bor? Ular 5 tongdan o'tib so'lga burilib, tog' ichiga kirib 1 soatdan ko'proq mangdi. Egiz tog'ning to'pisiga chiqqanda subhi ko'tarilib ovqat ko'rindi. Qo'yuq to'qayliqlar orasida eqib kelayotgan Qash daryosi yilon bag'ridek to'lg'inib, so'zilib yotadi. Nizomiddin qamchisining uchi bilan to'van tarafni ko'rsatib mundaq dedi: Biz daryoning yoqasidagi ana av mahallaga berib tushimiz. Qursaqni, otlarni obdan to'yg'izimiz. Yaxshilab uxlaymiz. U yerda bizning odamlar bor. Daryodan o'tadigan kechiklarga ot soldirib, u qatqa Ulastayga o'tib ketamiz. Ulastay bizning manzilimiz. Ular etini devitib Oqto'bek mahallasiga qarab yurib ketdi. Bir necha kundan beri shahardan kelayotgan ansiz xabarlar Aqtam boyning oilasiga vahima soldi. Bo'libmi, boyning xotini Hurnisaxon ansizlikka tushib, nima qilarini bilmay qoldi. Uning qo'li ishqa bormay, yuragi dukildab birdam ho'ylig'i chiqatdi, birdam uyga kirdi. U shundoq dekku-dekida kecha-chimi uxlay olmay to'lg'inib chiqqan edi. Oxiri toqat qila olmay, amdila atigalik choyga o'tirgan eriga voysashqa boshladi. Nemanda quduq tushib ketgan odamdek unsiz o'ltirdilar. Varischani qanday qilamiz? Shuncha bola qazoning ichida yuribsa. Nima qildaysan? O'mi tirik jon bo'lgandan keyin bir ishning yo'lini qilayotgandi. Tov qildim xudoyim devatgan gapini. Shuncha xalq yolg'on aytamdi. Ko'rib chiqqanlar devatmamdi. Har kun kechasi uzildirmay odam tutib etibdi. Tut qilayotganlar gimnaziyada eng ko'p deydi. Yiroq yaning gapi har yangzo degan gap bor. Unchilikmi emasdi. O'zingni munchilik ansizlik sanma. Sizlar tala odami bo'lgandikin shahardagi ansizchiliklarni mendan mijiq anglaganlar. Jinim bolamni qandoqmi qilaman? Ola to'plarning ichida sen kimning bolasi deb surishtirib turadimi? Shuncha ishlar bo'layotsa, hech nima ko'rmagandek yurayotganini qaramamdagan. Ayol ko'z yeshi qildi. Aqtamboy shahardagi odam tutishlarning borgan seri avj elayotganligini anglagan. Biroq gimnaziyada o'qiyotgan o'g'lidan xotirjam edi. U Hurnisaxondek vahimaga tushib ketmagan edi. Xotinining ansizlikka tushib voysab ketishlaridan ham yangidan yangi xabarlardan mana endi o'zimi bir oz vahimaga tushib qoldi. U qirqilgan soqolini silab turib, "Qandoq? Nodamni kirgizaylimi?" "Davatqinini bu chaqchi shaharga yetib qolgan bo'lsa bo'ladi", dedi Hurnisaxon ochiqi bilan. Aqtamboy ichayotgan chayini tashlab ho'ylig'i chiqdi-da varqiradi. "Nodam! Hoy nodam!" Nodam bo'g'iz aytib boyning önini anglab, kepak yuqi qo'lini o'g'lab eg'ildan chiqdi. Bo'l bolam. Xodikni qo'shib shaharga cho'sh. Varischani epchiq. Nodam kayniga burilib, lapas ostidagi kichik uydan Shilya xomutlarni quchoqlab ko'tirib chiqdi va lapas ostidagi xodikni so'rab, ho'ylining o'ttirisiga elib keldi. Ondan bo'g'iz yeyotgan qora otning bo'ynidan to'rni oldida harvaga qo'shishga boshladi. Aqtamboy uydan faqat xodik harvaga selish uchunla to'qitgan qizil gilamni elib chiqib, harvaga bir ot qo'shilganligini ko'rib, nodamga dedi: "Bir ot qo'shqining nimasi? Men yigir, qo'shqini yonda." Hurnisaxonmu saroydan ko'k yo'lliq uzun yekendozni ko'tirib chiqdi. Nodam harvaga gilamni yeyitib soldi-da, qotlangan ko'rpani kayniga qo'yib qo'ydi. "Chani ichib tizmang." Aqtamboyning gapi oxirlashmay turibla, Hurnisaxon yana qopiqini turdi. "Yeni choy ichib devatidilg'u. Men oldirayman ketgili, hech kim oldiraydi yotqili deb tov qildim. Odamning jiniga tegib muni odamning gapini. Bir parcha non elib mangmamdi." "Amsi non chiqib bermamsan." Aqtamboy xotiniga gulaydi. Shu asnoda boyatin beri bo'layotgan gaplarni anglab turgan Goyit juvozxonadan chiqdi. Par ot qo'shilgan xodik tayyor bo'lgan edi. U darvozaning ikki qanotini ochdi. "Ushqandayman", dedi Aqtamboy. "Shaharga kirganda orqa ko'chalardan o't. Yo'lning o'y-cho'nqirini bayqa. Odam yig'ilgan yerlarga yo'lima." "Voy sho'rimay, unutib qolg'ili tasliq qopdiman." Hurnisaxon yana chalvaqib so'zlashga boshladi.
Rayhonnimi beli epchiq, qiz bola degan shuncha qalaymaqanchilik ichida yursa bo'ladimi? Nodam Harvining girvikida o'tirib bo'jini silkidi. Xodik darvozadan chiqdi. Qoid darvozaning qanotlarini yopdi-da, uning yeniga kelib kulimsirab pichirladi. Kedingmi? Xo'jayininglarning jini sirqiravotidi. Yo'lakchilar tupurlavotidi-da. Atiganrak chiqish qidirish. Yeni karva jaranglab birdamdala mahalladan uzab chiqib ketdi. U Harvini ko'tami eriq ko'rikidan o'tkazmay, otlarning beshini burab, ko'rik yenidagi kechikka selib sug'ardi. Ondan eriqdan o'tib o'ngga burildi-da, bir jup majnuntal ostidagi suzuk buloq yeniga kelib to'xtadi. U Harvidan erg'ib tushib, boya o'rinsaxon ochiq bergan nonni elib, atiganlik noshta uchun buloq töviga keldi. Buloq suvi bulduqlab turgan kichik qaynamlardan etilib chiqadi. Buloqning kirvaklaridagi yalpuzlar texichila ko'kirib, suzuk suvda yuyilib yaltirab turadi. Suvning tegidagi qum va ushshaq toshlar vildab allaqandoq go'zal ko'rinishlari bilan kishini o'ziga maftun qiladi. Buloqning atrofi chimliq bo'lib, yo'lovchilar har qachon bu yerdan o'tsa, birdam hordiq olmay o'tmaydi. Nodam yuzini chopinining teshiga, qo'lini ikki qo'ltiqiga tiqib surtdi-da, ondan nenini suvga chilab yeyishga boshladi. U nenini yeb bo'lib, uchumlab bir necha qitim suv ichdi. Ondan uzun yekandozni 4 qatlab ostiq silib o'ltirib, Harvini ishtik haydab mo'di. U shaharga mushu xodik Harvini haydab bir necha qitim kirgan. Hech qachon mushundoq ozoda erkin o'ltirib kirmagan edi. Uning yenida ko'zingga qara oldirma deb o'ltiradigan Ahtamboy yo'q. Yoki ishtikayda sanchu nimondoq so'ralmlik qilasan deb choyondek chiqib o'ltiradigan o'rinsaxonmi yo'q edi. Nodam yumshoq ko'rpida rohatlanib o'ltirib atrofga sapsalatdi. Etizning sop havosidan nafas elib ketib borgan Nodamning xiyoliga helila qo'rovdagi kayishlari, hukumatga qarshi chiqqan, cheriklarga mush otgan deb kimlarnidir tillashlari keldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahorning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaqaysizlar. Dadam etchiq deb alaydan tushirgan. Chapsan bulam, chiqib ketaylik. Boshqalarni ketyotidi-ku. Amsa opamni so'rab mangayli. Cho'ng opam baribir unaydi. Uyga berib choy ichib, opam bilan xo'shlashib mangamiz. Soqchimandor ekan, o'zi emas, texi Rayhonga chiqilib, nima? Toz qoldi bizni etib atkili. Nodam bir mush urgan edi, yetib qoldi. Biz oran qochib qutuldik. Buni talat so'rin musraylardan qutulamizmi uka? O'lmagan jonda umid bor deb ekan. Balki qutulib g'amdan qolgan beshimiz o'ngib ketar. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor Xopur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.